5. Bab. Ey baylar, quloq selinglar. Beshinglarga keladigan falokatlar uchun dod faryod qilib yig'langlar. Baylig'inglar chirib ketidi. Kiyim-kechinglarni kuya yeb ketidi. Oltin kumushlaringlarni bo'lsa hamon dod bosidi. Bu dod qiyomat kunida shaxsiyatchiliginglarga guvohlik berib, do'zaxda ko'yishinglarga sabab bo'ladi. Chunki sizlar bu oxir zamonda boylik to'plash bilanla bo'lib ketyapsizlar. Sizlar itizinglarda ishlayotganlarning ish haqlariga hiyla mikr ishlatib keldinglar. Ular ustinglardan shikoyat qilyotdi. Sizlarga hosil yig'ib berayotgan bu kishilarning oqzori hammaga qodir Xudoning qulug'iga yetdi. Sizlar bu dunyoda bayoshot va aysh ishrat ichida yashayapsizlar. Qo'ylar bo'g'zindigan kunga qadar bo'rdalganga o'xshash. Sizlarmu qiyomat kuniga qadar o'zinglarni bo'rdavyapsizlar. Sizlarga qarshi chiqquda kuchimi bo'lmagan gunohsiz kishilarni gunohga mahkum qilib, ularni o'ltirib keldinglar. Shunga qarindoshlar, Rabbimiz Ayso qaytib keladigan kungacha sabr toqat qilib turinglar. Dehqonlar, mo'l hosil ilish uchun bahor va kuz yomg'irlarini sabr toqat bilan kutganiga o'xshash, sizlarmu Ayso Masihning qaytib kelishini sabr toqat bilan kutinglar. İrodanglar mustahkam bo'lsin. Chunki Rabbimiz Aysoning qaytib kelishiga oz qoldi. Qarindoshlar, Xudoning jazosidan saqlanish uchun bir-biringlardan og'rinmanglar. So'roq qilguvchi kelish oldida turadi. Xudo avatgan payg'ambarlarning azob oqibatlarga qandoq sabr taqat qilganligidan ulga elinglar. Biz mana mushundoq sabr toqat bilan bardoshlik baganlarni baxtli hisoblaymiz. Oyubning o'z beshiga kelgan har xil ig'ir azob oqibatga qandoq sabr toqat bilan bardoshlik baganligini, shundoqla oxirda Xudoning uning hayotini qandoq yaxshi o'rlashtirganligini bilasizlar. Xudo haqiqatanmi nihoyatda shafqatlik va rahimdildir. Qarindoshlarim, eng muhimi qasam qilmanglar. Osmon, zemin va boshqa narsalarning nomi bilan qasam qilguvchi bo'lmanglar. Javobinglar tuzlar, ha yoki yo'q bo'lsin. Shunda qilganda Xudoning jazosiga tortilmaysizlar. Oranglarda jafo tatiyotgan kishi bor bo'lsa, u Xudoga duo qilsin. Xushal bo'layotgan kishi bor bo'lsa, u Xudoga madiya naqshlarini aytsin. Og'riqsizlar bor bo'lsa, e'tiqodchilar jamoatchiligining yetakchilarini chaqirtib kelsin. Ular Rabbimizning nomi bilan bu og'riqlarning beshiga yog' surkab duo qilsin. Rabbimiz to'liq ishonch bilan qilingan duo orqali og'riqni saqaytidi va uni o'rnidan turg'izidi. Agar bemor gunoh qilgan bo'lsa, kechirim qilinadi. Shunga shifolik tepish uchun o'tkazgan gunohlaringlarni o'zaro iqror qilinglar va bir-biringlar uchun duo qilinglar. Haqqoniy odamning duosi zo'r kuch va unumga egidir. İlyas payg'ambarmu bizga o'xshash odam edi. U Isroiliyada yomg'ir yog'maslik uchun ixlos bilan duo qilgan edi. Natijada 3,5 yil yomg'ir yog'madi. Keyin qayta yomg'ir yig'ish uchun duo qilgan edi. Yomg'ir yig'ib, yermu hosil berdi. Qarindoshlarim, oranglarda
haqiqatdan chatmagan kishi bo'lsa, uni haqiqatga qaytirib akilishga tirishinglar. Shuni bilinglarki, gunohkor kishini haqiqatga qaytirib agagan odam shu kishining mangulik o'limdan qutulishiga va nurg'un gunohlarining kechirim qilinishiga sababchi bo'ladi.